Salom hammaga. Bugun mana 48 volt 800 wattlik universal miyani sizlarga tushuntirib beraman. Demak, mana bu qora qizil bilan plus minus prosta 60 voltga ulanadi bu. Bunda 3 ta dvigateldagi. Mana bu full dachik motorga ketadigan. Mana shu ikkita o'zi bir xil rangda keladi ko'pincha. Bu ikkalasi 48 yoki 60 qilinadi. Ulasa, lekin hech qanday ziyon yo'q, o'zi yurmay qoladi. Keyinchalik ulab tekshirib olish mumkin. Mana bu har doim ko'pincha ko'p holatlarda 3 ta bo'lib keladi. Bu skor bo'lib keladi. Mana bu 4 ta ko'p 3 ta 4 ta bo'lib keladi, pult bo'ladi. Pultning ikkinchisi bu mana. Keyin har doim qizil, qora, yashil gaz bo'lib keladi. Mana bu zamok zajiganadan 60 volt pitaniya beriladi. Bo'ldi. Demak, endi bizga parkovkani topib olish kerak bo'ladi. Любойga minusni berib ko'ramiz. Masalan, xohlagan bir minus iloji bo'lsa bitta qarshilik baylab qo'yib turib, 10 ohm normalniy bo'ladi. 10 ohm qarshilik ila qo'lda namlab turib, massa ikkalasini birlashtirib ko'rsa bo'ladi. Ko'pincha mana bu anaqa bo'lib keladi. Speedometr mallarang. Keyingisi mana yoki mana bu ikkitalik bo'lib keladiganlar ko'pincha men aytganimdan bo'lib keladi. Parkovka bo'lib keladi-da. И все. Bo'ladigan asl temalar shu. Bir xillarda mana bu zadniy, peredniy qiladigan bo'lib kelishi mumkin. Aslimnoy shu bo'ldi. Bu qolgani muhim emas. Siz o'sha bitta massani berib, bemalol o'sha dvigatelni ishlatib olasiz-da. Mana bu qo'la dachikdagi shu motorga boradigan. Bu ishlamasi birinchi o'rinda balondagi qo'l dachiklarni ham tekshirib olish kerak. Agar tekshirishni bilmasangiz, unga ham отдельно bir qo'la dachik testerini ko'rsatib beraman, qanaqa qilib gaz ruchka bilan qo'la dachik testeri ikki xil, biri plyusni kachat qilsa, biri minus kachat qiladi. Buni qo'yishni ham o'rgatib yuboraman bir kun. Bironta klient kelganda. Lekin обычный hech qanaqangi bir qo'rqadigani yo'q. Har doimga shu 3 ta sim, mana massa, mana bu zamok zajigana bo'lib keladi, qizil bo'lib keladi. Bu skor bo'lib keladi. Skor ham muhim emas, qo'zg'atib olishga. Qo'zg'algandan keyin ulab yuborilaveradi. Chunki agar bu ulanmasa 2 ga tushadi, bo'ldi. 1 2 yo'q bo'ladi. Bu pultga hech qancha qiyin emas buni o'rnatish. Faqat ehtiyotkorlik bilan mana bu gaz ruchkadan 5 volt pitaniya keladi. Ehtiyot bo'lish kerak. Mana buga birinchi joydan qizil olib turib 60 volt berib qo'ymaslik kerak. Qo'l dachiklar ham shunday 5 volt pitaniya bilan yuradi. Ichiga 60 kelib qolmaslik kerak. Shunga ehtiyotkor bo'lish kerak. Bo'ldi, boshqa hech qanday bir mukammal qiyin narsasi yo'q. Shuni o'rnatib qo'yib olsa bo'ladi mana. Bu miyalarni qo'yib beryapmiz, normalniy, hech qanday muammo bo'lgani yo'q.